Rais buva, shoshmang. Siz borib qaynotamni oldiga o'zingiz tushuntirib olib kelmasak bo'lmaydi. Xotinni qiynalib ketdim, rais buva. Seni o'rtanga tushib borib, kelinni olib berib, buni qaynotangni ham ko'ziga qarashga mana betim chidamadi, uyat bo'lib ketdi. Unaqa demang, rais buva. Siz bormasangiz, men sizni onam deganman. Yo'q, otam deganman, rais buva. Men otam bo'lmasa, onam bo'lmasa, amaki tog'am bo'lmasa, kimdan iltimos qilaman, rais buva? Jon rais buva, yo'q demang. O'lagan nima? Rais buva, oxirgisi, shu safar oxirgisi meni so'z beraman, rais buva. Menga qara. So'z beraman. Shu safar senga oxirgisi. Shu safar olib kelib beraman. Agar yana bir marta urushib kelinni haydab yuboradigan bo'lsang, qaytib qaynotangning uyiga bormayman aytib qo'y. Tushundingmi, rais buva? So'z beraman, aytdim-ku, javob, gapima javob. Bu kelinni urib chekkan joying yo'qmi ishqilib? Astag'firullah, rais buva. Ayol kishini ham urib bo'ladimi? Ayol kishini nomard odam uradi-ku, rais buva. Bo'pti, mayli. Sal qattiqroq gapirib qo'yganman, shunga ketdi. Meni qattiqroq ursangiz ham mayli. Bir ikki shapot ursangiz ham roziman. Qaynotangning oldida haligi nomiga bir ikki mehni urib qo'ysam xafa bo'lmaysanmi? Tepib qo'yib bersangiz ham roziman. Xotinni olib bersangiz bo'ldi. Bo'ldi, xotiningni olib kelib beraman. Oldinga tush.